Xitoyning sistemalik zulmiga uchirganligi sababli diqqatni tortgan Uyg'urlardan Sharq Turkistonda siyosiy cho'lpon deb tonilgan va 20 yildan buyon atalmış avtonom rayonlik xalq qurultayining muavin bosh kotibi qatorliq yuqori darajalik amallarni o'tab kelgan 53 yoshli Anvar Tursunning tekshirilayotganligi bildirildi. Xabar qilinishicha, Anvar Tursunga barliq Uyg'ur amaldorlar uchun ishlatiladigan intizomga og'ir darajada xiloflik qilish va huquqidan qalaymaqon foydalanish jinoyatini atgan bo'lib, barliq siyosiy huquqlardan mahrum qilinib tekshirilmoqda. Yaqinda Sharq Turkistonda uzun yil amal tutgan, hatto Xitoyda ministr darajalik o'ringa erishgan Nurbakra o'xshash jinoyat bilan ayblanib sudga chiqqan edi. Xitoy armiyasining Hong Kong alayida ma'mur rayonida turishlik qismi namoyishlarga daxl qilish manevri o'tkazgan askarlarning ko'rinishlarini e'lon qildi. Xitoy armiyasining Hong Kongda turishlik qismining ommaviy taratquyi hisobida uzundan buyon Xitoyga qaytarish qonun loyihasiga qarshi namoyishlar davomlashayotgan rayon haqida bir tashviqot filmi taqdirlandi. Xitoy ozodlik armiyasining Hong Kongda turishlik qismining qo'mondoni Chin Daoxiang Hong Kongning bexatarligi va muqimligini qo'llash irodasining qat'iy ekanligini, bu sababdan hech kimga yuz xotir qilmaslik kerakligini aytdi. İsrailning rayondagi harbiy afzalligini qo'llash uchun parda oqisida Amerikaning Turkiyaga F-35 urush aeroplani setib berishni to'sishga uringanligi o'ttirg'a chiqdi. İsrail Kanal 12 televiziyasi yuqorqi qarashni o'ttirg'a qo'ydi. Xabarda Turkiyaning Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasi setib olganligiga ishorat qilinib, İsrail Erdo'g'anning Rossiyadan boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi setib olishni fursat deb bildi va Washingtonning yuqori texnikalik aeroplanlarni Turkiyaga setishni to'sish uchun besim tushirdi deyildi. Amerika yaqinqi 2 yilda İsrailga jami 16 dona F-35 urush aeroplani topshirib, İsrailni rayonda bu xil aeroplanga ega birdan-bir davlatga aylantirdi. Savdo urushi davomlashayotgan bir vaqtda Amerika prezidenti Donald Trump 300 milliard dollar qimmatidagi Xitoy mahsulotlariga qarata 10% tamojni beji o'stirganligini, buning 1-sentyabrdan boshlab kuchga ega bo'ladiganligini bildirdi. Trump Amerika hay'atining Xitoydan qaytganligini va Xitoy bilan bo'lgan muzokaralarda bir kelishim hosil qilish jihatda 3 oy burunqiga o'xshash umidlik ekanligini aytdi va afsuski Xitoy imzo qo'yishdan burun kelishimini yangidan muzokara qilishni qaror qildi. Yaqinda Xitoy Amerikaning yezi egilik mahsulotlarini setib olish masalasida kelishim hosil qilgan edi, lekin Xitoy buni ijro qilmadi dedi. Yaman Ichki ishlar ministrligi vaqtli poytaxti Odanda harbiy qarorgoh va saqchi markazlariga qilingan hujumlarda 49 kishining hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Bayonotga asoslanganda tunugun attiganda Odandagi saqchi idorasining g'o'ylisiga qilingan avtomobil bomba hujumida 13 kishi hayotidan ayrilgan. Şuna bilan birga Adanning g'arbidagi Al-Jala qarorgohida Arab birlashma xalifaligi qo'llayotgan xizma al-amniy qismlarga harbiy parad asnosida odamsiz aeroplan orqali qilingan hujumda 36 kishi o'lgan.